Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan dolzarb 20 kunlik keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida poytaxt hududida giyohvandlik vositalarining tarqalishiga qarshi bir qator tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Xususan, Chilonzor tumanida patrul post xizmati va jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda 2 nafar shaxs o'zida shubha uyg'otganligi sabab xolislar bilan ko'zdan kechiriladi. Natijada ularning oldidan 32 dona qadoqlangan oq rangli kukunsimon moddalar topiladi va xolislar ishtirokida rasmiylashtirilib olinadi. Qo'ron shubhalarni tekshirganimizda chap cho'ntagida qora rangli izolentaga o'ralgan noma'lum modda borligi aniqlandi. Jami nechta edi? 50 ta. 50 ta. Hozir bu yoqda 32 ta. 18 tasi qayda? Qo'yilgan. Qayerga qo'yilgan? Mana shu ko'chaga. Ma'lum bo'lishicha, mazkur 2 nafar shaxs giyohvandlik moddalarini yashirish yo'li bilan tarqatish bilan shug'ullangan. Tezkor tadbir davomida ular berkitib chiqqan moddalar ham topilib, daliliy ashyo sifatida olingan. Tezkor surishtiruvlar davomida mazkur 2 nafar shaxsning sherigi borligi aniqlangan. U ham qo'lga olingan. Gumonlanuvchilarning sherigidan ham katta miqdordagi sintetik giyohvandlik moddalari, elektron tarozi va qadoqlash uchun ishlatiladigan paketlar topilib, xolislar ishtirokida rasmiylashtirilib olingan. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida katta miqdordagi bahosi 105 million so'mga teng bo'lgan giyohvandlik moddalari tarqalishiga chek qo'yilgan. Ichki ishlar organlarining o'tkazgan bu tadbirlari natijasida yoshlarning hayotini zaharlaydigan moddalar tarqalishi oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Mazkur moddaga ko'ra 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.